Patnisda suv tezroq isirmikin, tefalda suv tezroq qaynarmikin? Kelinglar shuni test qilib ko'ramiz. Test uchun kerak bo'ladigan narsa patnisda suv, elektr plita va shunaqa elektr chaynik. Testimiz to'g'ri chiqishi uchun elektr chaynikka ham 1800 vatligini, elektr plitani ham xuddi shunaqa vatligini olamiz. Даже o'zimga ham qiziq bo'lyapti. Ekonom paketdamanmi yo arzimagan narsaga ko'p rasot qo'yganmanmi? Test uchun hamma narsa tayyor. Ikkalovini barobar yoqamiz. Qaysi biri tezroq isitarkan ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, elektr plitani issiqligi ancha tezroq chiqdi. Shunaqa qaynoq suv isitib qo'yganiga qaramasdan, qo'linglarni bemalol tek qilsanglar bo'ladi. Induksionniy plitalar обычный plitalardan ancha tezroq ishlayveradi. Даже mana tefaldan ham tezroq ishlayapti. Katta rasxotinglarni kichkina qilyapti. Bu elektr plita induksionniy, yoqib turib qo'linglarni qo'ysanglar hech qanaqa reagirovать qilmaydi. Faqatgina temir posudlar orqali ishlaydi. Unda taymeri, temperaturasi, mощностini baland past qilish hamma funksiyasi bo'ladi. Plitalarning hammasini sotib yuboraman. Ko'ryapsizlar, soni kam emas, yetarlicha, lekin juda ham tez tugab qoladi. Telegram kanalga o'tib hushyor tursanglar, sotuvchilarini Telegram kanalga qoldiraman, bemalol sotasanglar bo'ladi. Aynan shunaqa plitalar o'rtacha 600 ming so'm atrofida sotilyapti. Faqatgina podpiska bosib qo'yganlar uchun bor yo'g'i $19 qilib beriladi.